Dışma aça. Anlatacağım. Udan ne? Neden şalarım Allah? Ne çoğundan birisi kirayla kaçırıp kip bulamadım. Oturalım ya yet olalım ya. Oturalım ben. Özgü barcağız kardeşler. Hemen ki her güzel olsun. Muşu ciddi müracaatnamelerden çıkıp kaldım kardeşler. Muşu ağacımızın kürvatkan oldak bu ağacımızın ben 4 yıl burun ünlüdarga koşup baş ağacımızın bir müracaatnamesini çıkarıp bergen 4 yıl burun. Ben bu ağacımızın ezelden hem de bir juft koygan bilen bana 100 lirani körüp bakmagan. Baş 4 yılda yakayım ben bugün 100 lirani körüştken buldum. Muşu yezlik hükümet anadan keyin muşu dadiyninki kadrları muşu ağacımızga mesul şu yüzünün turuşluk yerdiki muşu dadiy kadrları deymiz. Baş ağacımızga qaraydigan rayın kadri muşundaq kadrlar endi izlep bag'ashqa mana shu qonunliq murojaatnomasi va chiqarib bergan bo'lsalar deb ashuna degashga men mana shu ochimizniki uyga bugun mana 100 lirani ko'rishga mana maydonga keldim to'rdoshlar bo'lsa bir koy bo'lsa bir koy ikki koy bo'lsa ikki koy bir yordam qilib qo'ygan bo'lsanglar bundaq kunlar hech kimning beshiga kelmasin bu uyda mamamizning beshida bor ekan bugun bu odam ayt yo'q to'rdoshlar shu ochimiz bo'lsa bir saqib qilib o'zining bolasini o'z baqini siqsin 90 yoshga kirgan opasi bor ekan ikki o'g'li bor ekan 12-13 yosh degandek ikki o'g'li bor ekan bu ochimizning sirtdan kiradigan hech qanday kirim manbasi yo'q ekan mana ko'rayotganingdek mana o'ltirayotgan 50 ming pound nazibang uy ijaraga ekan bu uy partiya hukumat mana ochimizni so'qti qo'ydimay mana issiq makon iliq makon birikdi mana o'zininki zimini bo'lsa uy ziminlarini setib 8 yil bo'ldi asl kesatlayotgan bu 8 yilda yoqi bir koy hisob endi baning hammani setib tugitib bo'lgan keyin bir koy hisob qolmabdi to'rdoshlar mana bu ochimizga mana 3 oy rakiniki dastlab bosqichi deb bu shunday diagnoz qo'yib ekan anadan keyin bu ochimizdan mana qo'lsaq qismi ishib ketibdi to'rdoshlar shunga men mana shu jiddiy mana shu murojaatnomani chiqarib beray deb mana shu ochimizning qishig'iga keldim bilasizlar azaldan tor dunyosiga maqolaning murojaatnomasini deb men azaldan bunday e'lon tashviqot ishlari bilan faqat shug'ullanmayman o'zimning kasalligi mana shu qilayotgan ish ovqat tijoratlarim ustida sizlarga tushuncha berib shunday tor dunyosiga chiqdim endi insonning mana yurak go'shga to'rdoshlar chidamaydi ekanmiz hammamiz endi bir qarindosh bo'lganligimiz uchun shu ochimizning mana shu murojaatnomasini chiqarib bergim keldim to'rdoshlar bo'lsa bir koy bo'lsa bir koy ikki koy bo'lsa ikki koy tama ko'to'la deb ekan shu ochimizga bir qo'lingizdan kelishicha bir yaxshilik qilib qo'ygan bo'lsanglar shu ochimizniki o'zining kasallik ahvolini shu ochimiz bilan ozroq bir tushuncha bersa to'rdoshlar Bana yoldaşlarım Ürümçi'de aşkazanı jigleş karakterli cerahat, 3 ay jigleş karakterli cerahat, 3 ayda muncaq göç var, jigar ketiş dep diagnoz qoygan, şu 8 yılın bir izchil davalanıp yaxşı bu kitanmay, Beyjan'a bardım, Beyjan'a barsam bu yerden tutmadı, şundan Şanxayga bardım, Şanxayga barsam tepsili teşvikçilerini qilib, şundan 3 ay rakının dastlabki bosqichi tal antariyal tumor o'sim bor deb ashlaq diagnoz qo'ydi. U yerda yatak alamiz dedi, yatak alamayız, bosqich bo'ylab davolab qilsak kesildi, yaxshilik bo'ldi deb ashladi dedi. Lekin iqtisodim yar bermaganlikdan shundan shu yezlik hükümetler degan bo'ldim deb qisam yenib kelayan deb ashladi dedi. Ular diagnozimni ko'rgan bo'ldi, ko'rib shundan va ular bilan bizni aloqalashib qilib beraylik, bizim yordam qiling, azroq bir pulni amalini qilib ardan chiqayin deb ashladi dedi. Shundan yenib chiqqan bo'ldim. Ama shunday yezlik hükümetning kadrlari, xizmat ko'ruvchi kadrlar va ular bilan aloqalashib, hozir meni murojaatnomani chiqib qilgan bo'pti. Endi hozir benim ma'mur bo'lsa bir yordam qilgan bo'lsanglar mening ishga bolalarim da xushyoq. Opam o'z 90 yoshga kirdi. Hozir opamni yoshda opamning bir usqan churib ketgan go'to anlashtirmiz deb opam shunday harakatni shunday tasabbi bo'lsa bir men bir saqlab shu ishga bolalarimni o'zining oshnani o'zi tepigida qilgan bo'lsam shu 90 yoshga kirgan opamni bir olgan bo'lsam Bana yordam qilsa bor to'rdoshlar mening telefon nomerim 155 69 218 98 mush nomerni joylash orqali shu mening ündidarimda qonunliq bo'lgan murojaatnoma va mush murojaatnomani chekib kirib yordam qilishni xohlaydilar. Ash orqali yordam qilib qo'ysanglar bo'ldi. Tuqqanlarim bek rahmat. Ko'rayotganingdek to'rdoshlar bu ochimizniki hozir men ost qo'saqninki men do'saq taraf ishib ketdik ekan to'rdoshlar. Bu ishi hozir men badanga qarab minibdi. Shunga Mas qishqo'rin zimiston so'qda to'rdoshlar biz bir yordam qilib qo'ygan bo'lsanglar, shu yaxshiliginglar hammamizniki o'zimizga yenib qoladi. Shu nurg'un murojaatnomani yolg'on deganlikdan boshqa qilib qo'rqib, mana tashviq qilib beramaydi ekan. Nurg'un odamni tashviq qilib beramaydi ekan. Meni endi shu Şayan Naysiyamiz Abdullah Mahmud Ustan'dan Ataçı Marksizki sağlamlık dokununu açtım dedim. Şayan Naysiyki Ataçı sağlamlık dokunumga beripti. Şu bazarlık hükümetninki kadrları, şu açımızga tevbe şu dadiyninki rehberleri degandek şu açımızını elip, endi şu açımızninki ko'ngli meni tatibdi. 4 yil ilgari şu qizlar chiqarib bergan, şu murojaatnomani şu ayol chiqarib bergan bo'lsa deb dokunumga beribdi ekan-ku. Anadan keyin shular şu kadrlar qonunliq murojaatnomasi rost bizning tavalligimizdagi kasal ayol degashga
qonunliq murojaatnomasi bo'lg'achqa jiddiy uyga kelib chiqirib beray deb bugun mana shu uyga yetib keldim to'rdoshlar. Bo'lsa, shu ochimizga qo'lingdan kelish yordam qilib qo'ygan bo'lsanglar, balalar ushoqkan, amaliyotda mana shu ochimiz 90 yoshga kirgan opasini o'zi xabar oladigan yoshda ekan to'q. Lekin bu 90 yoshga kirgan bu mo'may mush qizining olidan xabar oladi ekan. Bu onamizning salomatligi yaxshi emas. Doktorxonada yetib ketdi to'rdoshlar. Balalar taxi ushoqkan, maktabga ketibdi. Mana shu uyda yolg'iz turdi ekan tikandek. Mana ochimizniki mana qo'soq qismi ishib ketibdi badanga tarat degandek. Shunga bir qo'lingdan kelishicha mana shu konijini uzitib, yangi yilga kirish oldi turibdimiz to'rdoshlar. Tama ko'ltola deb yana desam, yana shu gap. Birning kuchi bircha, ikkining kuchi ikkicha bo'ladi ekan. Bir taksi lamponning puli to'rdoshlar, bir taksi lamponning puli. Yaxshilikni izlab topolmaydi ekan to'rdoshlar. Yomonlik qilay desak, birdamchilik ishga, shunga bir qo'lingdan kelishicha yordam qilib qo'ygan bo'lsanglar, mana shu ochimiz shu o'zining bolasini bir o'zi beqib, kesildan bir yaxshi saqlayib davolik qilib qo'ygan bo'lsa, rahmat. Mana butun Shinjongning har qaysi yerdan mana shu ekran yuzida meni ko'rayotgan, qo'llayotgan barcha to'rdoshniki hammaning tinning salomat, ishlarining o'ngishli, konijini uzitib, yangi yilga xotirjam kirishni chin yuragimda umid qilaman.